Assalomu alaykum birodarlar. Biz katta ko'ylaklar so'raganlar uchun ishdan papapli, xullas yangiliklardan chiqqan yangiliklardan ko'rsatamiz. Bu İzmir'da aka. Selim. Bu Selimmi? Ha, Selimdan ekan bular birodarlar. Kim qiziq bo'lsa, razmer nechadan nechaga edi? 48 dan 52 gacha. 48 dan 52 gacha. Narxi qancha? 50 ming bo'ladi. 50 mingdan, bu 65 mingdan hibi. 65 mingdan. Razmeri? Razmeri 54 gacha. 54 gacha. Bular 45 mingdan shtampilar. Ha, 45 ming shtampi. 65 mingdan Selim. Razmer nechadan nechagacha? Bulardagi 46 dan 52 gacha. 46 dan 52 gacha. Bu Selimlardagi 48 dan 54 gacha. 48 dan 54 gacha. 4 gacha. Dastavka aralashtirib olib beramiz. Mana ko'rasizlar. Juda ham ko'p. Eng muhimi bo'lgan 3D formatdagi 3D format deydi. Juda ham hozir trendga chiqqan. Ko'rasizlar. Shularni hammasini dastavka qilib beramiz aralashtirib. Ular narxi 53 mingdan. 3D 3D ya'ni. Selim ha bular? Selim. Selim kirmaydi, kirish kamroq. Bular shtampil. Bular dastavkasi. Razmeri 46 dan 52 gacha edi. 52 gacha. 46 dan 52 gacha dastavkalar bor, aralashtirib beramiz. Bular qanchadan? Selim bular. Bular Selim 50 50 mingdan. Razmeri? Razmeri 46 dan 52 gacha. Ha, bular ham 46 dan 52 gacha ekan. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar birodarlar. Mana shu 3D fasonlarni ham hammasini dastavka qilib yetkazib beramiz. Juda ham chiroyli chiqqan, ko'rasizlar. Juda ham yaqindan olsanglar, o'zi hayotda ko'rsatilgan ish boshqacha bo'lib turadi. Ko'ryapti videolarda. Yangilik. Hali deyarli bozorda ikkita odamdan chiqdi xolos bundan. Salomat bo'lasizlar birodarlar. Sog' bo'linglar. Farg'ona viloyati ko'pchilik manzil so'rayapti.